Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalarga 20 million so'mgacha qo'shimcha pul berilishi haqida gap so'zlar ko'paydi. Ko'pchilik bu pul hammaga beriladimi? Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiyamga avtomatik qo'shiladimi yoki ariza yozishim kerakmi? Qaysi hujjatlar kerak deb so'rayapti. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p qariyalarimiz internetdagi xabarlarni to'liq tushunmaydi. Ayrimlari esa o'z haqini so'rashdan tortinadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun bu masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kimlar olishi mumkin, kimlar olmasligi mumkin, qaysi holatda ariza kerak bo'ladi, qaysi holatda pul avtomatik hisoblanadi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Qariyalarga beriladigan har qanday qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki moddiy yordam odatda bir nechta manbaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi, pensiya tizimi orqali beriladigan to'lovlar. Ikkinchisi, ijtimoiy himoya organlari orqali kam ta'minlangan, yolg'iz, parvarishga muhtoj yoki nogironligi bo'lgan keksalarga beriladigan yordamlar. Uchinchisi, mahalla orqali aniqlanadigan ehtiyojmand oilalarga ko'rsatiladigan moddiy yordamlar. To'rtinchisi, alohida bayramlar, sanalar yoki davlat qarorlari asosida bir martalik to'lovlar. Oldin ko'p holatda odamlar shuni bilmasdi. Men pensionerman, demak menga hamma pul avtomatik tushishi kerak deb o'ylardi. Lekin amalda hamma qo'shimcha pul avtomatik tushavermaydi. Masalan, pensiya miqdori oshsa, pensiya jamg'armasi orqali avtomatik qayta hisoblanadi. Ammo ehtiyojmandlik asosidagi yordamlar, parvarish nafaqasi, yolg'iz keksalarga xizmat, moddiy yordam yoki ayrim kompensatsiyalar uchun odamning holati o'rganiladi. Ya'ni u kishi yolg'iz yashaydimi, daromadi qancha, uyda ishlaydigan farzandi bormi, nogironlik holati bormi, doimiy parvarishga muhtojmi, kommunal to'lovlarda qarzdorlik bormi, bank kartasi bormi, yashash manzili ro'yxatda to'g'rimi? Bularning hammasi ahamiyatli. Endi 1 avgustdan 20 million so'm degan xabarga kelamiz. Bunday xabarlarni ko'rganingizda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu pul aynan qaysi toifa uchun? Barcha qariyalar degani bilan muayyan toifadagi qariyalar degani boshqa narsa. Agar qarorda yolg'iz keksalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar, kam ta'minlangan pensionerlar, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolar yoki ma'lum yoshdan oshgan shaxslar deb yozilgan bo'lsa, u holda hamma pensionerga bir xil pul berilmaydi. Men ekspert sifatida sizga maslahat beraman. Hech qachon sarlavhaga qarab xulosa qilmang. 20 million so'm beriladi degan gapning orqasida doim shartlar bo'ladi. Birinchi misol, Toshkent viloyatida 7 yoshli ona bor. U yolg'iz yashaydi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. U kishi dori-darmon oladi, kommunal to'lov qiladi, oziq-ovqatga sarflaydi. Agar qo'shimcha yordam aynan yolg'iz va ehtiyojmand keksalar uchun bo'lsa, mana shunday fuqaro birinchi navbatda e'tibor berilishi kerak bo'lgan toifaga kirishi mumkin. Lekin u ro'yxatda bormi? Mahalla uning holatini biladimi? Yashash manzili bo'yicha ma'lumot to'g'rimi? Agar bu ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, u ayol haqiqatan muhtoj bo'lsa ham tizimda ko'rinmay qolishi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandda 68 yoshli ota bor. Pensiya oladi, lekin u kishining 3 nafar farzandi bir hovlida yashaydi. Farzandlarning biri rasmiy ishda, biri tadbirkor, biri vaqtincha ishsiz. Ota pensiya yoshida bo'lgani bilan oilaning umumiy daromadi bor. Agar qo'shimcha 20 million so'm faqat ehtiyojmandlarga mo'ljallangan bo'lsa, bunday holatda men ham pensionerman deb murojaat qilgani bilan rad javobi kelishi mumkin. Chunki davlat yordami ko'pincha shaxsning yoki oilaning ijtimoiy holatiga qarab belgilanadi. Uchinchi misol, Qoraqalpog'istonda taqimi yoshli buvi bor. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, yurishi qiyin, nogironlik belgilanmagan, lekin amalda doimiy parvarishga muhtoj. U kishi faqat oddiy pensiya oladi. Mana shunday vaziyatda eng katta xato nimada bo'ladi? Oila baribir foydasi yo'q deb hujjat qilmaydi. Aslida esa tibbiy ko'rikdan o'tish, oilaviy shifokor orqali xulosa olish, kerak bo'lsa nogironlik yoki parvarishga muhtojlik holatini rasmiylashtirish kerak. Chunki ko'plab ijtimoiy to'lovlar faqat og'zaki aytilgan holatga emas, rasmiy hujjatga qarab belgilanadi. 4-misol, Farg'onada 65 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin pensiyasi kam chiqdi. Sababi mehnat staji to'liq kiritilmagan.
Eski ish joyidan ma'lumotnoma olinmagan, arxiv hujjatlari topshirilmagan. U ayol menga qo'shimcha 1,1 million berishsa yaxshi bo'lardi deydi. Lekin birinchi navbatda uning o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Shuni tekshirish kerak. Ba'zida odam qo'shimcha yordamni kutadi. Aslida esa o'zining asosiy pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Agar 5 yil, 10 yil yoki sovet davridagi ish staji hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu esa har oy doimiy foyda beradi. 5-misol. Namanganda 75 yoshli ota bank kartasi orqali pensiya oladi. Unga bir martalik yordam ajratilgan, lekin karta muddati tugagan yoki karta bloklangan. Pul tizimda hisoblangan bo'lishi mumkin, ammo fuqaro uni ola olmaydi. Keyin odamlar pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida yoki shaxsiy ma'lumotlarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday qo'shimcha to'lovdan oldin plastik karta faolmi, telefon raqam bog'langanmi, pasport ma'lumotlari yangilanganmi, yashash manzili to'g'rimi, shularni tekshirish kerak. Kimlar albatta o'z holatini tekshirtirish kerak? Birinchidan, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ikkinchidan, pensiyasi juda kam bo'lgan keksalar. Uchinchidan, nogironligi bor yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan fuqarolar. To'rtinchidan, farzandlari bo'lsa ham real yordam ola olmayotgan keksalar. Beshinchidan, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan yoki kiritilishi mumkin bo'lgan oilalar. Oltinchidan, hujjatlarda xatolik bo'lgan pensionerlar, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana xato, pasport yangilangan, bank kartasi almashtirilgan, yashash joyi boshqa ko'rsatilgan holatlar. Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek bank kartangizga tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizga tegishli barcha oshirishlar avtomatik hisoblanadigan to'yfaga kirsangiz, har oy pensiya jamg'armasiga yugurishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki tizim avtomatik bo'lsa ham, insonning ma'lumoti noto'g'ri bo'lsa, avtomatik tizim ham noto'g'ri natija chiqaradi. Endi eng muhim joyga keldik. Odamlar ko'pincha qo'shimcha pulni olishda 3 ta xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi xato: qo'shnim oldi, demak men ham olaman deb o'ylash. Yo'q, bu har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningiz yolg'iz yashashi mumkin. Siz esa farzandingiz bilan birga ro'yxatda turishingiz mumkin. Qo'shningiz ijtimoiy reyestrda bo'lishi mumkin. Siz esa ro'yxatda bo'lmasligingiz mumkin. Qo'shningizning nogironlik hujjati bor. Sizda esa hali rasmiy xulosa yo'q bo'lishi mumkin. Shu sabab har bir ish alohida ko'riladi. Ikkinchi xato mahalla biladi-ku deb o'tirish. Mahalla ko'p narsani biladi, lekin har bir fuqaroning bank kartasi, tibbiy xulosasi, pensiya hisob kitobi yoki farzandlarining real daromadini doimiy bilib turishi qiyin. Agar siz yoki ota-onangiz haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsa, bu holatni rasmiy bildirish kerak. Og'zdagi gap boshqa, ariza boshqa. Ariza yozilsa, unga javob berilishi kerak. Ariza bo'lmasa, keyin nega hech kim qaramadi deyish qiyin bo'ladi. Uchinchi xato hujjatlarni kechiktirish. Masalan, 1 avgustdan yangi tartib boshlansa, odamlar sentabr yoki oktyabrda yugurishni boshlaydi. Keyin navbat ko'payadi, ma'lumot yig'ish cho'ziladi, ayrim to'lovlar esa faqat murojaat qilingan oydan boshlab hisoblanishi mumkin. Shuning uchun yangilik chiqqanini eshitgan zahoti, birinchi ish rasmiy manbadan aniqlashtirish, ikkinchi ish o'z hujjatlaringizni tayyorlash. Yana bir nozik masala, biri 5 million so'm degani har oy beriladigan doimiy pulmi yoki bir martalik yordammi? Bu juda muhim. Agar bu bir martalik moddiy yordam bo'lsa, u faqat bir marta tushadi. Agar kompakt bir marta tushadi, muayyan xarajatni qoplash uchun berilishi mumkin. Agar nafaqa bo'lsa, u doimiy davriy to'lov bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshishi bo'lsa, u har oy pensiyaga qo'shilishi mumkin. Demak, sarlavhadagi raqamdan oldin to'lovning turini bilish kerak. Yana bir masala, hamma pul naqd beriladimi? Ko'p hollarda yo'q. Bugungi kunda pensiya va ijtimoiy to'lovlarning katta qismi bank kartasiga tushadi. Agar qariya naqd olishga o'rgangan bo'lsa, bank yoki pochta orqali tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Kimdir uyiga olib kelib berilishini kutadi, lekin karta orqali tushganini bilmaydi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining kartasini tekshirib bersin. SMS xabar yo'qilganmi? Bank ilovasidan foydalaniladimi? Karta muddat o'tmaganmi? Bularni ko'rsin. Ehtiyot bo'ling, firibgarlar ham aynan shunday xabarlardan foydalanadi. 20 million so'm chiqarib beramiz, pasportingizni yuboring, karta raqamingizni ayting. SMS kodini bering deydiganlar paydo bo'lishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, PIN kodini bermang. Davlat organlari sizdan SMS kod so'ramaydi.
Agar kimdir pul tushirish uchun kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lish ehtimoli juda katta. Yana bir istisno ro'yxatda turish masalasi. Ba'zi qariyalar bir joyda yashaydi, lekin propiskasi boshqa joyda. İjtimoiy yordam esa ko'pincha doimiy yashash manzili bo'yicha ko'rib chiqiladi. Masalan, bu Andijonda qizining uyida yashaydi, lekin ro'yxatda Toshkentda turadi. Mahalla Andijonda holatini ko'radi. Lekin tizimda Toshkent chiqishi mumkin. Bu esa murojaatni cho'zadi. Shuning uchun yashash manzili va ro'yxat masalasini oldindan aniqlashtirish zarur. Pensiya qayta hisoblash masalasida ham nozik jihatlar bor. Agar odam ishlagan yillari to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Ba'zi tashkilotlar tugatilgan bo'ladi. Hujjatlar arxivga topshirilgan bo'ladi. Bu jarayon vaqt oladi. Lekin natija yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaroning 2 yillik staji topilsa, pensiyasi sezilarli o'sishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat 1 million so'mni kutib o'tirmasdan asosiy pensiya huquqingizni ham tekshiring. Endi men sizga amaliy yo'l yo'riq beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz uchun bilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tartibda ish qiling. Birinchi qadam, rasmiy manbadan aniqlashtiring. Internetda ko'rgan xabaringizni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, mahalla tuman hokimligi yoki My.gov.uz orqali ma'lumotni tekshiring. Agar telefonda so'rasangiz, 5 million so'm kimlarga beriladi? Qaysi qaror asosida? Ariza kerakmi? Qaysi muddatgacha murojaat qilish kerak deb aniq savol bering. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot. Bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati. Doimiy parvarishga muhtojlik bo'lsa, tibbiy xulosa. Kam ta'minlanganlik bo'yicha murojaat qilinayotgan bo'lsa, oila a'zolari va daromadlar haqida ma'lumot so'ralishi mumkin. Uchinchi qadam, mahallaga boring yoki yaqin qarindoshingizni yuboring. Mahallaga borganingizda umumiy pul berilarkan menga ham yozib qo'ying demang. Aniq ayting, men falon yoshdaman, pensiyam falon so'm. Yolg'iz yashayman yoki parvarishga muhtojman. 1 avgustdan beriladigan qo'shimcha to'lov bo'yicha holatimni tekshirib berishingizni so'rayman. Agar qariya o'zi bora olmasa, farzandi yoki ishonchli vakili yordam bersin. Kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu ayniqsa pensiya miqdori kam chiqqan, ish staji to'liq kiritilmagan, hujjatlar yo'qolgan, familiya o'zgargan, eski ish joylarida ishlagan odamlar uchun muhim. U yerda pensiyam qayta ko'rib chiqilishi mumkinmi? Ish stajim to'liq kiritilganmi? Qaysi hujjat yetishmayapti deb so'rang. Javobni iloji boricha yozma yoki rasmiy tartibda olishga harakat qiling. 5-qadam, tibbiy holatni rasmiylashtiring. Agar qariya yurishi qiyin, ko'zi ojiz, eshitishi og'ir, doimiy dori ichadi, mustaqil yashash qiyin bo'lsa, oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Shifokor ko'rigidan o'ting. Kerak bo'lsa tibbiy komissiyaga yo'llanma oling. Ko'pchilik u odam kasal-ku, hamma biladi deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy to'lov uchun hamma biladi, yetarli emas. Rasmiy tibbiy xulosa kerak bo'ladi. 6-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta faoli muddati o'tmaganmi? Pensionerning o'z nomidami? SMS xabar ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Bankda pasport ma'lumotlari yangilanganmi? Bularni tekshirish zarur. Agar pul tushsa-yu karta ishlamasa, qariya yana ovora bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar bankka borishda qiynaladi. Shuning uchun farzandlar oldindan yordam bersin. 7-qadam, ariza nusxasini yoki murojaat raqamini saqlang. Bu juda muhim. Mahallaga, pensiya jamg'armasiga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki My.gov.uz orqali murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib oling. Keyin arizam qayerda qoldi deganda, aynan shu raqam orqali tekshirishingiz mumkin. Og'zaki gaplar unutiladi, rasmiy murojaat esa iz qoldiradi. 8-qadam, rad javobi bo'lsa sababini so'rang. Sizga tegishli emas deyishsa, nima sababdan tegishli emas? Qaysi mezon bo'yicha, qaysi hujjat yetishmayapti deb so'rang. Ba'zan odam haqiqatan ham toifaga kirmaydi. Lekin ba'zan bitta hujjat yetishmagani uchun rad bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashash holati tasdiqlanmagan, nogironlik ma'lumoti tizimga tushmagan, bank rekviziti xato, oilaviy daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Davlat pulni chiqarib beraman, xizmat haqi oldindan
ming so'm deganlarga ishonmang. Rasmiy to'lov uchun pora yoki xizmat haqqi talab qilinmaydi. Agar kimdir pul so'rasa, ehtiyot bo'ling va tegishli tashkilotga xabar bering. 10-qadam. Ota-onangizni yolg'iz qoldirmang. Ko'p qariyalarimiz huquqini bilmaydi. Navbatda turishga qiynaladi, hujjat yig'ishdan charchaydi. Farzand sifatida eng katta yordam ularning pensiyasi, nafaqasi. Tibbiy hujjatlar va bank kartasini tartibga keltirib berish. Ba'zan bir kun vaqt ajratsangiz, ota-onangiz har oy qo'shimcha haq olishi yoki kamida o'ziga tegishli yordamdan bebahra qolmasligi mumkin. Azizlar, bugungi mavzuda eng asosiy xulosa shuki, 1 avgustdan qariyalarga 21 million so'm degan xabarni eshitganingizda darhol bu hammaga berilar ekan deb o'ylamang. Eng avvalo to'lovning turi kimlarga tegishli ekani, ariza kerak yoki kerak emasligi, hujjatlar ro'yxati va rasmiy manbasini aniqlang. Agar siz yolg'iz, ehtiyojmand, nogironligi bor, parvarishga muhtoj yoki pensiyasi juda kam bo'lgan qariyani bilsangiz, albatta u kishining holatini tekshirtiring. Ko'p pul huquqni bilmaslik, hujjatni vaqtida topshirmaslik yoki rasmiy murojaat qilmaslik sababli olinmay qoladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun ota-onangiz, buvinggiz, bobongizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya to'g'ri tushyaptimi? Karta ishlayaptimi? Mahallada ro'yxatda bormi? Tibbiy hujjatlari joyidami, yordam olishga asos bormi? Bularni tekshiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar muammo chiqsa, erta harakat qilsangiz, uni hal qilish osonroq bo'ladi. Sizning hududingizda 1 avgustdan beriladigan qo'shimcha to'lov bo'yicha qanday ma'lumotlar aytilyapti? Kimlarga tushyapti? Kimlarga rad javobi berilyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onasi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir qariyaning haqqini olib berishi mumkin.